Buxoroda qishloq xo'jaligi xodimlari kuni munosabati bilan o'tkazilgan tadbirda o'zlarining mashaqqatli va fidokorona mehnati bilan viloyat ahlining farovon hayoti yo'lida xizmat qilayotgan, yurtimizda sohani rivojiga hissa qo'shayotgan qishloq xo'jaligi fidoyilari, jamoatchilik vakillari ishtirok etdi. Tadbirni viloyat hokimi ochib, soha vakillarini qishloq xo'jaligi xodimlarini erishgan muvaffaqiyatlari, sohadagi yutuqlari bilan qizg'in tabrikladi. Fidokorona mehnati bilan tuproqdan noz ne'mat undirib, xalqimiz dasturxonini to'kin qilib kelayotgan mirishkor dehqon va fermerlar, mohir bog'bon va chorvadorlarga, omilkor agronom va mexanizatorlar, klasterlarning tajribali rahbarlari va xodimlari soha fidoyilariga o'zining hurmat-ehtiromini va ezgu tilaklarini bildirdi. Hosil bayramida agrar sohada fidoyilik namunasini ko'rsatayotgan bir guruh soha vakillariga O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi fidoyisi, O'zbekiston Respublikasi veterinariya fidoyisi, O'zbekiston Respublikasi suv xo'jaligi a'lochisi, ilg'or fermer ko'krak nishonlari tantanali ravishda topshirildi. Buxoro Varnit mas'uliyati cheklangan jamiyati xorijiy korxonasi ta'sischisi Xurshid Ilyasga faxriy fuqaro maqomi berilganligi to'g'risidagi guvohnoma taqdim etildi. Shuningdek, fidokorona mehnatlari bilan soha rivojiga hissa qo'shgan faxriylarga hamda mavsum davomida jonbozlik ko'rsatgan mas'ullarga viloyat hokimligining tashakkurnoma va qimmatbaho sovg'alari topshirildi. Tadbir san'at ustalari, taniqli estrada xonandalari ishtirokidagi konsert dasturi bilan yanada fayzli bo'ldi.